Assalomu alaykum. Bugungi uchrashuv qatnashchilari, biz Agrobank G'ani filiali o'rnida hisoblanamiz. Bugungi kunda Qo'yliq tumanida 13 ta mahalla bo'lib, undan 6 ta mahallasi Agrobankka biriktirilgan, 7 ta mahallasi Biznes rivojlantirish bankiga biriktirilgan hisoblanadi. Biz Agrobankka biriktirilgan mahallalar sifatida qaraydigan bo'lsak, bizga Guliston, To'qstepa, Zafarobod, Ko'kcha, Yangiqo'rg'on, Qarg'ata 6 ta mahalla biriktirilgan hisoblanadi. Biz mahallaga ishlash, ya'ni mahallaga tushib, mahalla bankiri, mahalla agenti yordamida, mahalla faollari yordamida ishsizlikni darajasini pasaytirish, bandligini ta'minlash aholini, kredit berish, ya'ni biznesni rivojlantirish, shu loyihalar bo'yicha ish yuritamiz. Bugungi kunda Agrobank filiali tomonidan aholiga kredit takliflari bo'layotgani turlari, shaklarini aytib o'taman. Ishsiz odamlarga, ishsiz fuqarolarga o'zini o'zi band qilgan, oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan, kafillik asosida 5 yilga 60 milliongacha mahalla loyihasi degan kreditimiz mavjud. Bunda erkaklarga 25%, ayollarga 23% bo'ladi. Ayollarga yana 2% pasaytirilgan qismi to'g'ridan-to'g'ri plastik kartaga tashlab beriladi. Ya'ni pul ko'chirish orqali emas. To'g'ridan-to'g'ri plastik kartasiga ko'chiriladi. O'sha o'zini-o'zi band qilgan yo'nalishi bo'yicha o'sha loyiha qilinishi kerak. Ertangi kunda uni monitoring qilib turadi har haftada. Undan tashqari yo menga 50 million shart emas, yoki 5 yilga shart emas, menga 17 milliongacha yoki 10 million, 15 million deydigan fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, 17 milliongacha biznesga ko'mak kreditimiz bor. Buni ham foizi xuddi shunday 25 erkaklarga, 23 ayollarga, faqat bunda kredit muddati 48 oy, ya'ni 4 yil. 6 oy imtiyoz davri bilan 42 oy asosiy, 6 oy imtiyozi o'sha 48 oy to'lashga beriladi. Undan boshqa biz o'zimiz bank qildik, kredit oldik, biz ularni boshqa o'tib bo'lganmiz. Biz yuridik ochishimiz kerak yoki yuridik korxona ochishimiz kerak yoki menda yuridik korxona bor, faoliyat qilyapman 2 yildan beri. Men yana tadbirkorlikni kengaytirishim kerak desangiz, yuridik tadbirkorliklarga 312 sonli qaror doirasida kreditlarimiz bor. 100 milliongacha garovsiz, o'zi bu 300 milliongacha beriladi, 100 milliongacha garovsiz, qolgan 200 millioni garov bilan. Ya'ni nima yo'nalish? Chorvachilik yo'nalishi mumkin, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, nimadir qanaqa yo'nalish bo'lsa, o'sha yozilgan yo'nalishlar bo'yicha kredit chiqarib bera olamiz. Bu kreditimiz 312 sonli kreditimiz 7 yil muddatga 3 yil imtiyoz davrigacha, misol 100 million kredit oladigan bo'lsangiz, Qo'yliq tumani 4-toifa bo'lganligi hisobli 20% etib belgilangan. Lekin bunda rahbari ayol kishi bo'lsa yoki ta'sischi ayol kishi bo'lgan bo'lsa 18% dan qilib bera olamiz. Rahbari erkak bo'lsa 20% dan. Pul ko'chirib berish orqali, ya'ni ta'minot shartnoma. Kimdir bilan ta'minotchi bilan shartnoma qilasiz. Misol chorva olaman desangiz, chorvani kelishib ta'minot shartnomaga asosan pul ko'chirib beriladi. Siz tovarni yoki mahsulotni olasiz.